Biz kelajak qanday bo'lishini bilmaymiz. Hech qachon bilmaganmiz. Biz hayotimizni mehnat qilib o'tkazdik. Orzu qildik, yangi narsalarni o'rgandik. Bundan ham yaxshiroq, kuchliroq, balandroq va qiziqroq bo'lishi mumkinligiga har doim ishonamiz. Biz qiziqqonmiz va dovyurakmiz. Kelajak ko'pincha qo'rqinchli, lekin biz shunga qaramay oldinga intilishga davom etamiz. Chunki bizning ota-bobolarimiz ham shunday qilishgan, farzandlarimiz ham shunday qilishadi. Bugun oramizda iqtisodchilar, IT mutaxassislar, pedagoglar, olimlar, filologlar, texniklar, biologlar, sotsiologlar va vrachlar bor. Ertaga qayerda bo'lamiz? Bilmaymiz. Biz madaniyatlarni birlashtiramiz va ulkan olamga birgalikda nazar solamiz, hamda u yerda o'z o'rnimizni ko'ramiz. Biz shunchaki ilm o'rganmaymiz, balki yangicha fikrlashga odatlanamiz. Gohida qanchalik bilimsiz ekanligimizdan xursand bo'lamiz. Axir bu yana ko'p narsa o'rgana olishimiz belgisi. Biz hali dunyo haqida ko'p narsani bilmaymiz, lekin dunyo bizni tanib ulgurdi. Biz xalqaro sahnada o'z nomimizga ega bo'ldik. Endi esa sayyorani hayratga solishimiz kerak. Intilishimiz, zuqonligimiz, aqlimiz va kasbimizga bo'lgan mehrimiz bilan. Ha, biz kelajak qanday bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun uni o'zimiz quramiz. Ranch University